Amerika prezidenti Donald Trump bugun Twitterda o'zi va ayoli Milananing Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini, karantinga ilinib davolash boshlanganligini e'lon qilib, ayoli bilan birlikda bu virusni yengib, pat orada asli kelganligini bildirdi. Trump 31 yoshli katibi Umid Hicksga Xitoy virusi bilan yuqumlanganlik diagnoz qo'yilgandan keyin tekshirtgan. Hicks yaqinda Trump bilan birga havo armiyasi 1 nomli alohida aeroplanda Ohio shtatiga berib, 2020-yildagi prezident saylamining tunji televiziya munozarasiga qatnashgan. Ondan Minnesotaga berib saylan faoliyatiga qatnashgan. Shu yerda Umid Hicksda kasallik alomatlari paydo bo'lgan va karantin qilingan ekan. Trump 74 yoshda bo'lib, kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi tomonidan aniqlangan yuqori xatarlik guruh doirasiga tabi ekan. Lekin Oqsaroy doktori Trumpning ahvolining yaxshi ekanligini, prezidentlik vazifasini davomli o'rindaydiganligini, ayoli Milananing Oqsaroyda karantinga ilindiganligini hamda prezidentning asli kelish jarayonida to'solg'usiz vazifasini davomli ado qilishni umid qildiganligini, eng salomatlik ahvolini vaqtida yangilab turdiganligini bildirdi. İkinci qatimliq prezident munozarasi 15 oktyabr Florida shtatining Miami shahrida o'tkazilgan bo'lib, hozircha Trumpning Xitoy virusi bilan yuqumlanganlik diagnozining bu munozaraga qanday ta'sir ko'rsatadiganligi noma'lum.